eski Osiyo to'yxona Navo bilan kirib ichkarini ko'ramiz. Remontini tindirib o'tdilar, bemalol to'y qilsalar bo'ladi. Kirishimizga muzdagina xo'l. Qo'llar yuvamiz bemalol. To'y qiladigan akalarga mana yerda katta dekoratsiya qilib qo'yibdilar. Xo'p, VIP zalini ko'rsatib o'tib ketaylik, keyin katta zalga o'tamiz. Bu tomonimiz VIP zalimiz. VIP mana shu yerda Xudo tog'a, Xudo xolalar olib kelib mana shu yerda vangillataverasiz. Mana bu hali mahallaga olib keladigan joyimiz. Ancha-muncha masalan joylar borsa bo'ladi. Katta zalimiz. Zalga ancha rasxod qilib qo'yilgan. Mashalloh, ko'rib turibsizlar balandligini, pataloqlari, dizaynini, pardalarni, hattoki idish tovog'igacha yangi qilib qo'yibdilar. To'y qiladigan bo'lsalar yangilik, ikkita konditsioner o'rnatib qo'yganlar, yoqib beradilar to'y qilganga. Muzday bo'ladi. To'g'riga shu kaltagan kuyov bolani olib chiqib qo'yib berasizlar. Bemalol. Qiz to'y qilib yurmaylar Marg'ilonda. Pastda to'yxonaning nomerini egalarni qolyapsiz, xullas telefon qilib zakaz qilib bemalol to'y qilishlari mumkin. Mana bu chexoli, mana bu narsalari hamma yo'g'i yangi, idish tovog'i yangi, hamma yo'g'i yangi. Просто telefon qilasiz. Marg'ilonda ana soy bo'yidan shunday o'tganda o'ng qo'lda eski stomatologning to'g'risida Osiyo to'yxonasi, Navo to'yxonasi bo'lib, hamma yo'g'i yangi bo'ldi. Sizlar